Oyiga ishlamasdan $1200 topish xohlaysizlarmi? Akalar, mana shu joyimiz sotilyapti. Oyiga hozirgi kunda $1200 keltirayotgan ekan. Ya'ni do'kon, bu yerda mana sartaroshxona bor, mana bu o'quv kursi bor. Qolgan joy tepa 1, 2, podol 3 bo'sh turibdi. U yoqqa ham odam qo'ysangiz, yaxshigina daromad kelish mumkin. Oyiga kamida 4-5 ming keladi. Xo'p, qayerga keldi u? Lokatsiya Shahramon postdan, bu yoq Shahramon post bo'ladi. 2 kilometr kirganda, yo 200 metrdan keyin masjid keladi. Xo'p, stoyankasini ko'rsataman. Katta, keng, mana ko'roq mashina qo'yib qo'yilgan. Bemalol magazinga keladimi, sartaroshxonaga keladimi, to'xtab yuradi. Hozir ichkari sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Bog'cha qilaman siz, avtoservis qilaman siz, kattaroq biznes qilaman siz ham yaxshi variant ekan. Endi ichkarini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu yoq yo'ligimiz, bemalol mashina qo'ysangiz bo'ladi, 2 ta 3 ta. Hop, bu yerni ham stashga qilib qo'yganlar, mashina qo'yish uchun yoki tapchan qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Bu yoq tarafda zeloniy zona qilib yuborasiz, aka. Umumiy 6 ta xona ekan, bu yerda 2 ta xona bitmagan xonasi, chala remontda, naryoqda 4 ta xonasi bitgan ekan. Ya'ni oshxona, sanuzeli ham o'sha pastda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, hovlimiz to'g'ri burchak, katta, keng. Akalar, bunaqa variant har doim chuqur uyda tayyor oyiga sizga $1200 kelib turadi. Bosib olgan joyi. Shunaqa yaxshi variantlarni o'tkazib olmaslik uchun albatta menga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni bo'lsa oyiga ishlamasdan pul topmoqchi bo'lgan tanish-bishlarga jo'natib qo'yavering.